Katta hovlida yashash mazza, chunki katta hovlida to'ylar qilsangiz bo'ladi, mazza qilib, diqqa nafas bo'lib yashamaysiz, mazza qilib yashaysiz. Assalomu alaykum, hurmatli Munhouse obunachilari. Bugun sizlarga tanishtiradigan uyimiz Sergeli tumani, Nurafshon Shoh ko'chasi. Aniqroq qilib aytadigan bo'lsam, Qo'yliq massiv 5 ro'parasidan atigi 2 kilometr kirganida mana shu uyimiz sotilyapti. Metrogacha 2 kilometr. Yaxshi lokatsiyada, mana shunaqa kengina, katta, chiroyli, fayzli mahallada joylashgan. Videoda oxirida narxini aytaman, chunki videoni oxirigacha ko'rish tavsiya qilardim, chunki fayzli uy. Ichi juda ham chiroyli. Mana ko'rib turibsizlar, fasadimizni sokil granit korka mramor qilingan, alohida garaj bor, mashina qo'yadigan. Oynalari mana reshotkalar qilingan. Umumiy maydoni 602 sutik, 8 ta xona plus hol, 4 ta sanuzildan iborat. Ana endi kelinglar, ichkarisi bilan tanishamiz. Kirganimizda kengina yo'lga keladi. Yo'liga 3 tagacha mashina bemalol parkovka qilib qo'ysanglar bo'ladi, tapchan qilib qo'ysanglar bo'ladi. Tashqarida bu yoqda mana bitta trenajyorniy xona qilingan. Mana qaranglar. Kattagina havo aylanadi, forchkalari bor. Mana uyimizni qaranglar, fayzini juda ham chiroyli. Yap-yashil. Огородini kattaligini qaranglar, огородdan ham unumli foydalansanglar bo'ladi. Mevali daraxtlar, gullar, qaranglar, juda ham chiroyli. Uyimiz qaranglar, ikkita qismdan iborat. Bu birinchi binoyimiz, bu ikkinchi binoyimiz. Bemalol katta oila sotib olib, maza qilib yashasa bo'ladi. Uyimiz mana shu tegi yarim yaxlit tegi podval qilingan. Podvaldan ham unumli foydalansanglar bo'ladi. Kelinglar, mana shu asosiy birinchi kirgan binoyimizdan tanishamiz. Mana tepalari naves qilingan, ko'rib turganinglardek. Mana bu yoq tomondan ham ko'rsatay. Qaranglar, uzunlar sekin tepaga chiqyapti. Fayzli uy. Ana endi bu yoqda binoyimizdagi xonalar bilan tanishamiz qisman, chunki spalniyalar bor. Bu yoq mana kirganinglarda kattagina hol, bu yoqda bitta kattagina xonamiz bor. Bu yoqda ikkita xona bor. Mana bu yerda esa kattagina zal. Zalni qaranglar, kattaligini. Kengina zalimiz 4,5 ga 8. 4,5 ga 8. Yaxshi uy, fayzli uy. Joyi ham yaxshi. Bu yoqda ikkita xona bor. Bitta detskiy, bitta родительskiy spalniya bor. Ana endi podval bilan tanishamiz. Uyimizda tegi podval qilingan, hamda kichkina bir letniy kuxnyachi, hamda garajga chiqsanglar bo'ladi bu yoqqa. Mana letniy kuxnyachi qilingan, do'kontirning kotyollar. Mana shu binoyimizniki. Bu yoqda mana qaranglar, juda ham chiroyli gullar. Mana podvalimizni qaranglar, kengina, kattagina podval. Unumli foydalansanglar bo'ladi. Mana garaj. Qaranglar, garajimiz ham kengina, kattagina. Mana bu yoq naves tegida mana tapchan qilingan, bu yoqda mana stol qilib o'tirsa bo'ladigan joy. Mana yana bir bor огородini ko'ringlar. Mana serialli ekilgan, juda ham chiroyli. Mana bu tomonda binoyimizning balkoni ham bor. Ko'rib turganlik, ikkinchi qavatda balkoni bor. Asosiy kirishimiz mana shu eshik, lekin alohida yana eshiklar qilingan. Hamda tashqarida bitta hojatxona, sanuzil qilingan, ichiga issiq suv boylari hamda отопление, do'kontirning kotyol o'rnatilgan. Mana kotyol, mana issiq suv boylari hamda mana hojatxona qilingan tashqarida. Mana shu огородga qarab ko'zim to'ymayapti, to'g'risi. Domda yashaydigan odamga mana shu juda jannatdek qaranglar, juda ham chiroyli. Ana endi asosiy xonalar bilan tanishamiz. Kirganimizda mana qaranglar, zanan tegi kladovkacha qilingan. Bu yoqda mana qaranglar, kuxnya keladi. Mana kuxnyamiz. Mana kuxnya hamda bu yoqda mana ovqatlanib, pasidnevniy o'tiradigan joy qilingan. Yozda salqin, qishda issiq uy. Bu yoqda qaranglar. Boya o'tganimdek alohida ishi ham bor. Bu yoqdan kirsanglar bo'ladi. Bu binoyimiz uchun mana umumiy
sanuzil qilingan. Ko'rib turgandek. Ichida qaranglar, sauna qilingan. Saunasi bor. Bu uyga olgan odam yutadi, faqat yutuvdi. Ana endi ikkinchi qavat bilan tanishamiz. Ikkinchi qavatda ikkita xona bor. Bitta родительский spalni, bitta kattagina zal. Chiqishimiz tepada mana chiroyli lustrali qilingan. Mana bu yoqda bitta родительский spalni bor. Hamda bu yoqda mana zal joylashgan. Bu zalimiz ham kattagina 8,5 ga 3,5 metr. Mana kattagina konditsionerlar qo'yilgan. Men bu joyga bir lekin 5 ketdim. Bunaqa katta. Bilasizlar, balkoni kichkina, ko'p uylar. Balkonni qaranglar, kattaligini. Yordamda balkonga chiqsanglar bo'ladi, qaranglar. Eslatib o'taman, uyimizning manzili Sergeli tumani, Nurafshon Shoh ko'chasi, orientir Qo'yliq massив 5. 602 sutik 8 ta xonadan iborat. Start narxi 285 ming. Qiziqqanlar mana shu uy egalarini raqamlariga qo'ng'iroq qilib, bemalol tepasida savdolashib kelishsanglar bo'ladi. Videoga like bosib, bizning kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar hamda fikr mulohazalarni kommentariyada kutamiz. Rahmat.